أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alloh taoloning iltifoti bilan Sura Nisoning 34 oyatiga keldik. Bu Sura Niso shu ahkam oyatlari ko'parak shu ayollar haqidagi ahkamlarni so'zlaydigan sura bo'lishqa. Hozirmi shu ayollar turmushga aloqador mazmunli oyatlarni o'qiydi ekanmiz. Alloh taolo shunday deydi: Estaizu billah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yine Er-Ricalu Kavvamune degan musallatuna. Hükümranlık kılınmışlardır. Yine bir yer demek yok ne? Erler ayollarının hamileridir. Bu Allah'ın ularının ba'sini yani erlerning kuch-quvvat, g'azab chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul-mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasi yuklanganlikdan. Yaxshi ayollar qanday ayollar desa itoat qiluvchilardir. Erlari yanada bo'lmagan chog'larda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishdan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir to'shakda birga yotmanglar. Bumi unum bermasa ularni adablash maqsadida ostroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa ularni bo'g'oz qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Qavvamuna degan musallatuna alan nisa. Yine erler ayollarga hamidir. Yine edeplaydi ularni. Allah'a ilahe hükümranlık kılınmışı üstün, bir derece üstün demekçi değil mi? Erler ayollarını edeplaydi ve onların kollarından tutudu. Kollarından tutup şu doğru yola başlayıp bana da demişim. Er ayollık turmuşunu davamlaştırıp bana. Nemi binaen ise bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah ularning ba'zisini ba'zisidan ustun qilganlikning sababi bilan. Ya'ni Allohninki erlarni ortiq qilganlikning sababi bilan ayollarga ilm bilan, aql bilan va igdorchilik qilganligi bilan va undan boshqa ishlar bilan. Va bima anfaqu va yana u erlarning ayollarga homiy bo'lganligining sababidan birisi u erlarninki o'z mollaridan, mol-mulkidan ayollarga nafi qilganliklarining sababi bilan deydi. Demek ama kishi shu ayol kishiga uyning turki, kishi uyning turki ayollarga homiy bo'lish kerak deb Alloh taolo bizga shunda bayon qilib o'tirdi. Buning sababi erkaklarning shu ayollarga bir daraja ustun bo'lganligining, hukmronlik qilganligininki homiy bo'lganligining sababini munosabatan deb bayon qilib berdi. Endi solih, yaxshi ayollar qanday ayollar bo'ldi desa, qonitatun, ular erlarga itoat qiluvchi ayollardir deydi. Yana hafizatun lil g'ayb. Erleri yo'q vaqtda saqlovchi ayollardir. Nimani saqlovchi desa, avratini haromdan saqlovchi ayollardir va uning boshqa ishlarini. Uni va g'ayriha degan, uni boshqa ishlarini nima desa, erning pul-melini, oilaningki sir asrorlarini, boshqa shu er ayollik turmush munosabat kishilarning misida nihoyatda yaxshi sir saqlaydigan obdan ayollar demek. Fi g'aybati azvajihinna. Erleri yo'q vaqtda mı shuna qilgan ayollar. Bima hafizallah. Allah e, tavsiye, Allah muhafazat qilgan narsa bilan. Qanday desa, haysu awsa alayhinnal azvaj.
erleri tavsiye kılgan bo'yicha yoki tavsiye qildi alloh taolo ularga erlarni. Yani Allah'ınki tavsiye kılgını bo'yicha erleri yo'q vaqtdami shundoq sir asrlarni saqlaydigan o'zining jinsi a'zosini avratdan saqlaydigan ayollar nima ekan? Allohning panohida erlarning haqlarini saqlaydigan. Endi er ayollar turmishda ko'ngilsiz ishlar yuz berib qoladi. Shunday ahvolda qanday qilish kerak degan chog'da vallati taxafuna nushuzahunna. Sizlar sarkashlik qilishidan qo'rqadigan ayollarga kelsak deydi. Yine ularning siriga osiylik qilishi, bo'ysunmasligidan qo'rqadigan bo'lsangiz. Bi an zaharat amaratuhum. Yani ayollarning bo'ysunmaydiganligining bir alomatlar oshkor bo'libdi. Oshkor bo'lin bo'ysunmaydigan bo'lib qilishdan ilgari demoqchi bu yerda. Sizlar ashuni alomatini bayqasanglar demoqchi. Fa'izuhunna. Ularga vaziyat qilinglar. Yani ularni Allohning tilg'ib turib qo'rqitinglar. Oldi bilan qilgan uslub mushu ekan. İkinci kademde vehcuruhunne fil mebaci'i. Ularni bir töşekten ayrıtыңlar. Yani bir yotqanda birlikte yatmanglar. Yotqandan ularni yiroqlashtiringlar. İ'tazilu ila firashin ahar. Boshqa ko'rpaga ayrilinglar deydi. Uni bir ko'rpada yatmanglar. Agar oshkor qilsa ular shu ko'ngilsizlikni rasmiy shundoq osiylikni oshkor qilgan vaqtda qilgan ish ekan. Undan keyin vadribuhunna ularni uringlar. Zarban g'ayra mubarrihin. Yani bek iliq jarohatni jarohatlantiradigan darajada emas, astaroq yilik uringlar demoqchi. Agar yotgan ayritish bilanmi o'ng'isholmasa, yani illam yarja'na bil hijrani yotganni boshqa qilish bilanmi yana shundoq osiylik qilishi o'ng'isholmasa, ashta qiling, astaroq uringlar. Fa in ata'nakum agar ular sizga itoat qilib qolsa, ulardan irod qilingan maqsad qilingan ishlarda fala tabg'u talab qilmanglar ularga nisbatan bir yo'lni. Ya'ni ularni zulm qilib urushga qarta bir yo'l izlamanglar. Yani zulm qilib qattiq urib ishni qilmanglar demiş. Innalloha kana aliyyan kabira. Haqiqatan Alloh taolo ustundur, cho'ngdir. Fahdaruhu an yu'aqibakum in zalamtumuhunna. Yani ma oyatlarniki oxirisida Alloh taoloniki al-Ali, al-Kabir degan sifatlarni keltirishi, shunda ayollik turmushda ayollarga zulm qilib qolsanglar, Alloh taoloniki jazolab qilishdan qo'rqinglar demoqchi beradi. Xo'sh, endi uni ikkinchi qadamda qanday qilish kerak? Yotqani ayritish bilanmi o'ng'isholmabdi, astaroq yengil urush bilan o'ng'isholmabdi. Undan keyin uni qilib qanday qilish kerak degan chog'da وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Eğer bilsanglar xiftum degan alimtum. Eğer er-xotin ikkilarning inoqsi bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, ayolning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah eğer bu iki kişinin erbleştirişini xalasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Xiftum degan alimtum. U er-ayolninki orasida bir ixtilof paydo bo'lishini bilgan bo'lsanglar, bilsanglar. Bayna zawjayn vel idafatu lil ittisa'i deydi. Baynihima degan ma'noga izof muzof bilan keltirishi ittisa uchun. Yani u ikkisining orasidagi bir jangi jidal, inoqsizlikning paydo bo'lishini qo'rqsanglar, avatinglar ularga er-ayolga shu er-ayolning roziligi bilan, rozilikni olmay turib qilsa bo'lmaydi. Roziligi bilan bir hakamni avatinglar. Odil bir kishini. Erning tuqqanlaridan erninki yaqin tuqqanlaridan bir odil kishini va ayolninki tuqqanlaridan bir odil kishini avatinglar deydi. Bu ikkisini ablashtirish uchun. Yani ve yuvekkilu zavcu. Yani vekil kıldı er kişi özünün adil ademini, özünün tukallarını bağış adil kişini talak ayolunu talak kılış ya ki ivez kubul kılış özü karta.
endi ayol meni manga mal verip o'zini xo'ja qilgan bo'lib qolsa man shuni qabul qilaman deydiganga ashuna bir vakil evatgan gapkin. Va tuvakkilu hiya hakamaha. Va ayol kishimi o'zining odil adamini vakil qilib evatidi ixtiloda. Endi ar men azroq manga bergan mahraqini yoki uning bir qismini qaytarib bersam meni taloq xo'ja qilib meni taloq qilib bersin taloq qilib bersin deydiganga bir hakamni vakil qilgan gapkin. Shuning bilan u ikki hakam, ikki odil kishi ijtihod qiladi. Ya'ni tirishchilik ko'rsatadi va zolimni zulmdan qaytishga buyuradi. Yoki agar munosib kelib qolsa, u ikkisining orasini ayirib o'tadi. Agar u ikkisi aroylik turmushni davomlashtiraversa, Allohning haq-huquqlariga, Allohning belgilamalariga rioya qilolmaydigan ahvol bo'lib qolsa, shunda ahvol bayqasa u ikki hakam hamda ikki vakil u ikkisining orasini ayirib olsa bo'ldi ekan. Endi Alloh taolo in yurida islahi yufiqillohu baynahuma. Agar u ikki hakam, ya'ni shu ikki vakil deyli, iroda qilib qolsa, isloh qilishni, er-ayolning orasini isloh qilishni iroda qilib qolsa, muvaffaq qildi Alloh taolo u ikkisining orasini. Er-ayolning orasiga bir muvaffaqiyat beradi. Ya'ni yuqaddiruhuma ala ma huwa ta'atu min islahin aw firaqin. Taqdir qildi Alloh taolo u er-ayolga birini u er-ayolni shunday bir narsaga taqdir qiladiki, umusim toatdir. Isloh qilishdan yoki ayirib o'tishdan. Agar shu ikkisining orasini isloh qilish, o'ngishilib qilishi xayrli bo'lsa, Alloh taolo shu o'ngishilib qilishga muvaffaq qiladi. Agar ayirib ketishi xayrli bo'lsa, shu ayirib ketishga muvaffaq qiladi deb mashhur. Ba'zan shu er-ayolningki ayirib ketishimi, endi Alloh taolo shuni hammani bildigan zaten. Ayirib ketish xayrli bo'lib qolsa, shu Alloh taolo xayrlikni iroda qilgan boshqa shunday bo'pti deb qaraydi ekamiz. İnnallâhe kâne alîmen habîrâ. Allah Teala hemmini bilgüçüdür, hemmeden haberdar zatdır. İşlerninki içki ve taşkı hemme den to'liq xabardor bo'lib turib zatdir dedi. Shunda bo'lgan ekan, er-ayollarning ikkisining ayrilib ketishi xayrli bo'lsa, Alloh taolo o'z bildigan shu bir hikmat binoan shundoq shunga nisb qilibdi deb qaraydi ekamiz. Xo'sh, keyingi oyatda va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech narsani shirk keltirmagan holatda. Va'budu diyor, vahhiduhu. Allohni bir deb e'tiqod qilinglar. Bir deb yagona deb bilgan holatda e'tiqod qiling, ibodat qilinglar. Ota-onalarga, xish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yonlik amrohga, ya'ni safardoshga, saboqdoshga, musofirga, qo'l ostinglarga, qul cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Alloh mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Va bil validayni ihsana degan ahsinu bil validayni ihsana degan. İhsana degan o'sha maf'ulun mutlaq. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Ya'ni ihsanın birran varina janibin. Ya'ni nati yeninglarni yumshaqqan holatda o'sha yaxshilik qilinglar, yumshoq gap qilinglar. Yaxshilik turlarining hammasida shuni yaxshilik qilinglar demoqchi. Va bidil qurba va yaqin tuqqanlarga yaxshilik qilinglar. Yetimlarga yaxshilik qilinglar, miskinlarga yaxshilik qilinglar. Qo'shniga, ya'ni qo'shni yaqin qo'shniga demoqchi. Dil qurba degan al-qaribi minka fil jiwari aw an-nasabi. Qo'shnilarchilikda yoki nasab jihatdan sana yaqin bo'lgan ashna jarga qo'shniga yaxshilik qilinglar. Vel jaril junubi. Ya'ni sana qo'shnilarchilikda yoki nasab jihatda yiroq bo'lgan mada jarg'imi. Kishiga yaxshilik qilinglar degan. Va sohibi bil jambi. Yandagi amrohqa. Yandagi degan ar-rafiq fi safarin. Safardagi amroh bo'lsin yoki bir yer ishlaydigan hunar san'at qilgan joydagi xizmatdosh degandek. Shundoq amrohlarga yaxshilik qilinglar. Yana bir qarashda bu va sohibi bil jambi degan ayol deb tafsir qilingan. Va ibn sabil musafirga ya'ni al-munqati'i fi safarihi va ma malakat aymanukum va qullarga yaxshilik qilinglar.
Sizlarning qo'lingda ega bo'lgan narsaning shu cho'rilarga demashimdi. Dedaklaringlar bo'lmishkanda. İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fakhûrâ. Haqiqatan Alloh taolo maqtanchoq, ya'ni mutakabbir va faxrlangan kishini yaxshi ko'rmaydi. Fakhûrâ degan kishilarga uningga berilgan narsa bilan kishilarga faxr qilib o'zini cho'ng tutgan undaq odamni yaxshi ko'rmaydi. Mush oyatning oxirisida innalloha la yuhibbu men kana muxtalan fakhura deb keltirishi. Yani ashunda yaxshilik qilishdan, Alloh ibodat qilishni boshlayotgan, mushu zikr qilingan kishilarga yaxshilik qilishdan boshlayotganlar bo'lsa, boshlayotganlar mushuna maqtanchoq mutakabbir insonlar degan bo'ldi-da. Alloh saqlasin. Keyingi oyatda الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Yani ellezine cümlenin ilgisi değil. Bunun haberi qaysi etse haberi maksudken. Yani ularga qattiq ogohlantirish bor. Bu qandaq insonlar desa bexillik qiladi. Ularga vojib bo'lgan narsaga. O'zlariga berishga tegishli bo'lgan narsaga bexillik qilganlar va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlar. Yani shu kishilarni o'zlari berishga tegishli narsani berishga tavsiya qilmasdan shunga bexillik qilishga buyuradiganlar. Ve Allah Teala öz fezlini ata kılgan neresini yuşuduğanlar. Allah Teala öz fezlini ata kılgan neresini ise ilim ve mal dünya. Muş ilimle mal dünyanın şu birleşik tigişlik cevap vermegen ilimle yuşuğan. Başındaki insanlar gelsek bunlar kim olsa Yahudiler değil. Bunlara kattık agahlandırış var. Kattık vaid var. Ve a'tedna lil kafirin. Tayarlık biz kafirlerine yani şu yukarıdaki işlerine ya bunun gayriga kufrlik qiluvchilarga ahonatik azobni ahonatning egisi bo'lgan ashta bir azobni tayyorladi. Alloh taolo hammaga manfaatli mato qilsin. Shu o'qigan ilmlarimizga amal qilishga yaxshi o'zlashtirishni nasib qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.